Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammalarniki mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, navbatdagi vaziyatimizningki mushu taqozosi bilan Dünya Uyg'ur qurultayiniki Sharq Turkistonliklarga, ya'ni bu yerda Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydiganligini isbotlash maqsadida bu qatimki imzo to'plash faoliyatini boshlandi. Hammalar ma'lum bo'lgandek, asrlardan beri xalqimiz o'z mustaqillik uchun kurash qilib keldi va o'tgan asrda ikki qatim mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetlerini jakarladı. 22 dekabr 1949 yılı İkinci Cumhuriyetimiz Xitay Komünist tecavüzü tarafından munqarz kılgan bolsumu, Şarkı Türkistan halkı mustaqillik arzusudan kılçımı vazgeçmedi ve devamlı küreş qilib keldi. 1991 yılda Sovyet İttifakı'nın yemirilişi bilen chet ellerdeki Şarkı Türkistanlıklar yeni vaziyetden ümitlenip 1992 yılda İstanbul'da Xalqaro Sharq Turkiston Milliy Qurultayini qurib chiqdi. Afsuski, aramızdaki Xitoy jasuslari va Xitoy millatchilarining arzusiga uyg'unlashish uchun Sharq Turkiston xalqininki mustaqillik arzusini o'chirib tashlash uchun 2004 yılda Sharq Turkiston Milliy Qurultayi Dünya Uyghur Qurultayı bulup ikki parçalanıp Dünya Uyghur Qurultayı qilib o'tirib qo'yildi. Bu vaziyat Xitoy kommunistlarininki yarim asrlik ming yuyishdan o'tgan diasporadagi Sharq Turkistonliklarning jiddiy diqqatini tortmagan fursatda Uyghur Qurultayı xalqimizning mustaqillik arzusini avtonomiya elish nishoniga aylantirayotganligini bilinishga boshladi. O'xshash bir yilda yana Amerikada Sharq Turkiston surgun hukumati qurilgan edi. Chunki mustaqillik da'vosi eng to'g'ri tashkiliy organ surgun hukumat ekanligini ko'z yumig'ini bilmaydigan sezgir siyosiy masala edi. Surgun hukumati qurilishidan birla sog'lom bo'lmagan tarkiblarning o'z ichiga olgan sababligi, izchil o'z funksiyasini joriy qilolmaganligi va uning ustiga izchil buzg'unchilik uchrab keldi. Shu sababdan xalqimizning mustaqillik arzusi aks ettirish, mustaqillik irodasi aks ettirish zaruriyatini nazarda tutib 2017 yılı Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkilotini qurib chiqdik. Milliy Uyg'unish harakati qurilgandan keyin mustaqillik iborat xalqimizningki tubki arzusi chiqish qilib bir qism harakat faoliyatini olib berdi. Masalan, 100 ming kishilik imzo to'plash, davlatlarning Sharq Turkistondagi Xitoyninki qilmishlarini irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qildirish ve Sharq Turkiston'da besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish tirishchanliklarini davom qildi. Izchilligimizningki va xalqimizningki qo'llashi bilan ba'zi davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu jarayonda yana Sharq Turkiston surgun hukumatiningki davomizdagi muhimlikni nazarda tutib, biz hukumatni kuchlantirish uchun, isloh qilish uchun, canlandırış için ve maqsadimiz Sharq Turkiston davasını, devlet davasını xalqaro bildirish uchun Sharq Turkiston surgun hukumatini tarkibida turib harakat qilishni loyiq ko'rdik va hozirmi davomli harakat qilib kelyapmiz. Va yana xalqimizningki, bo'libmi yoshlarningki buningga ko'ngil bilishini va biz bilan birlikda hamkorlik qilib şu hükümetini, davayimizni isloh qilish uchun chaqiriq qilamiz. Bo'libmi shu keyingi 2 yillardan beri Sharq Turkiston surgun hukumati
bilen şu Şarkı Türkistan Milli Uyg'onish hareketi halkımızınki beşini ütäwatkan ırkî kırgınçylykny halkaralaştırış üçin we halkaranınki bu meseleni erkek bu mesele toğrusida erkek kılıç üçün biz Xitayny amaldalaryny halkara jinaý sotlarga arz kıldık. Afsuski bu arzımızdan kılakınmaylam bu hareketimizni suyuqlandirish üçün Dünya Uyghur Kurultayı Tızlam Uyghur Sot degan bir narsani o'yinni sahna açtı. Hatta bularniki tek tüniginlam bularniki atalmış yeni delilleri bilen kıygan söhbetide muşu Uyghur Sotununki bu Şarkı Türkistan'da Xitayninki kılıvatkan işi yani Xitay Kompartiyasını şunda adaptı. Məqsidi Uygurlarni kırgın kılış emas. Assimilyatsiya kılış dep ispat çıkarganmış. Bu yerde bu arkalık aziz qarindaşlar. Bular milletimizge çoğun bir suikast kılıvatıdı. Bu taraftan bu arkalık perde akısıda bular. Perde altında bu ırkî kırgınçılıkını inkar kılıvatıdı. Ve inkar kılıştın ya turup ırkî kırgınçılık emas bu Xitay fakat bizni assimilyatsiya kılış için tırışıvatıdı davatıdı. Uzundan beri bu Uyghur Kurultayı Şarkı Türkistan halkı bilen Xitay halk arasında ziddiyet yok. Bizning meselemiz şu Xitay Kompartiyası bilen lam dep halkarany halkımızını aldap keldi. Yani bu degenliki Xitay komünistlerini agdırıp etsimi bizning başka derdimiz kalmaydı. Biz Xitayning astida şu avtonomiya kılıp yaşayabilsek buludu. Bizni indigenous dep atap koysam razı bulmayız dep nurgun naslini suikastlarını kılıp keldi ve yana davamlı kılıvatıdı. O 7 yılın yazı bu Dünya Uyghur Kurultayı atalmış demokrat Xitaylar yani demokratiya tonunu orunu bilip aslında millet Xitaylı desek buludu. Çünkü ameliyatı şu. Aşırı millet Xitaylar bilen birleşip Şarkı Türkistan halkının tüpki siyasi gayesi bolgan yani müstakillikini, devletimizden müstakillikimizni asli keltiriş, devlet davasımızını burmulap, öz takdirini öz belgileş, avtonomiya davası, indigenous halk davası, asallık milletler davası, assimilyatsiya, ırkî kırgınçılık emas, hem de assimilyatsiya dep oyunu oynawatydy aziz qarindaşlar. Şununla biz halkımızdan bolup mu şu siyasi davamızga varis bolgan yaşlarımızını yaşlarımızdan bolgan talpimiz şu bu ketim yaşlarımız tarafından koyulgan oturup koyulgan şu Dünya Uyghur Kurultayı'nınki Uygurlarga vekillik kılanmaydı o mezmundaki bu imza toplaş avazınlarını birişinlarını çakırık kılımız ve imza etişinlarını çakırık kılımız ve bunu başkalarımı tunuş bilişinlarga, dostlarınlarga, tukkallarınlarga imza etişinlarını çakırık kılımız. Aziz qarindaşlar, bu yerde bu 17 yılın yazı bu Dünya Uyghur Kurultayı bizge egir ziyanını ekip geldi. Milli davayımızga ve milletimizin mevcutluğunu egir ziyanla ekip geldi ve yani devamlık ekip kelevatıdı. Halkımızını aldap kelevatıdı, nurgun suikastlar kıldı. Bunu halkımızga düşündirenmewatymyz. Kena karanlar özüňler. Tünigenki digen gipi torda eçik, Twitter'dan, Toruldan, YouTube'dan köreleýsizler. Bu dawatydy Xitay Kompartiyasy niyeti Uygurlarni kırıp itiş emas.
Ularning niyeti faqat Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishi. Xitoy nima deydi? Biz Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish orqali ularni madaniyatli qilamiz, taraqqiy qilamiz, ani qilamiz, mani qilamiz deb Xitoy kompartiyasi, Xitoy ishg'olchilari, demokratchilari bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shunda uyanlar bilan dunyoni aldab kelyotidi. Va ular bilan birlashib xalqimizni va dunyoni aldayotdi aziz qarindoshlar. Buningga bunda suiqasdlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bizningki mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib, bizningki kishilik huquqimiz, inson haqlarimiz, diniy haqlarimiz, hatto mavjudligimiz qolmaydi aziz qarindoshlar. Bu uyanlarga yetar deyishimiz kerak. Xalqaraga bildirishimiz kerak. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyi degan bir narsa bizning xalqimizga mumkin emas, vakillik qilmaydi va hargiz qilolmaydi deb xalqaraga bildirishimiz kerak. Va xalqimizga vakillik qiladigan davlat davosimizni qiladigan mo'min atrofida to'plashimiz kerak, isloh qilishimiz kerak, birlikda harakat qilishimiz kerak. Kelgüsümüz için hareket qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Mansabni, shuhratni, ubuni, shaxsiyligini qayirib qo'yib, bizningki kelgusimizdagi avlodlarimizga davlat tayyorlashimiz kerak. Kelgusini tayyorlashimiz kerak. Shuning uchun tizdan harakat qilishimiz kerak. Va qo'limizdan qo'limizdan keladigan ish mush imzoni to'plash, imza etiş. Hammamizning qo'lidan keladi. Biznesi ketmaydi. Hatta bu namoyish vaqtingizni chiqarib, namoyish qilmaydi. 2 minut vaqtingiz ketadi yamanchiq ketsa. E-mailingizni yozsiz, ismingizni yozsiz, hatta 2 minut emas, 30 sekund vaqt ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun vaqtinglarni chiqarib, mani imzo qilinglar va hammaga taqib qo'yinglar. Bizga düşmanimiz bilan düşmanimizni küldürüş için Xitaylarni düşman diyemeydigan, yani şular bilan apaq şapaq yalışıp, burun yalışıp, şular bilan işbirlik qiladiganlar, hainlar bilan işimiz yok. Aziz qarindoshlar, hainlar bizga vakillik qilolmaydi. Bu qiyg'ini xiyonet. Meyli onu desin, meyli bunu desin, xiyanetning hammasining paketlari o'tirdi va texmi ko'p chiqadi bunun paketleri. Şunun için aziz qarindoshlar, vaqtinglarni chiqarib imzoni to'plang, imzoni etinglar va boshqalarga imzo etishni chaqiriq qilinglar. Rahmat. İnşallah bununki yaxshi bir natijasi bo'ladi millatimizning kelgusiga va davlatimizning tizdan mustaqil bo'lishiga bir yo'l ochadi inshaalloh. Ben hammamizning tilaydig'im bizni bilib bilmay davlatimizga, millatimizga, davoyimizga hainlik qilishdan, munofiqlik qilib qilishdan, sotqinlik qilib qilishdan, ziyon akilib qilishdan saqlasin. Va hainlarni, munofiqlarni, sotqinlarni bizning davoyimizdan, bizning xalqimizningki orasidan Allohim yiroq qilsin. Amin. Assalomu alaykum.